Assalomu alaykum, Zarina dizayn mijozlari va kuzatuvchilari. Biz bugun yana bitta obyektimizni topshiribmiz. Obyektimiz Sorokletda joylashgan juda ham hashamatli xonadon neoklassika uslubida qurilgan uy. Biz ham pardalarini neoklassika uslubida tikib berdik. Pardalarimizni hovli pardasidan boshlayman. Hovlimiz juda ham katta, balandligi 7,5 metr. Mana shu joyga shunaqa chiroyli parda qilib berdik biz. Hozir sizlarga birma-bir obzor qilib chiqaman. Ko'rishingiz mumkin. Portieramizni ikkita yonini naturalniy barxitdan qildik. Shunaqa chiroyli, nejniy rangidan ko'rishingiz mumkin. Объемini katta qilganmiz va amerikankaga qilganmiz. Uy baland bo'lgani uchun 7,5 metr bo'lgani uchun bu skladkasi oxirigacha turishi uchun va mijozimizda taxlashlarning ham hojati yo'q. Tulimizni esa o'rtalarini bo'lganmiz, zashitkalarni ham bo'lganmiz. Bemalol oynani ochishlari mumkin. Juda ham udobniy bo'ladi mijozimiz uchun. Bu portieramiz ham naturalniy barxit ikkita yoniga tashlaganmiz. Shunaqa katta объемda, chunki uy baland bo'lgani uchun juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu hovlimizga shunaqa chiroyli divanchiklar bor. Bu divanchiklarga biz shunaqa krasota chexollar tikib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Chexolimizni 3 ta rangdan podbor qilganmiz, ya'ni 3 ta matodan. Mana bu matoyimiz ozgina to'qroq, mana bu esa sal ochrog'i, ikkalasi bir-biriga o'xshash matolar, ya'ni ranglari boshqacha va mana bu esa barxitimizni qo'shganmiz 3-chi anaqasiga. Kresloyimizni orqalarini ko'rishingiz mumkin. Mana orqasida to'q rangdan foydalanganmiz. Juda ham kreslomizning orqalari juda ham zo'r chiqqan, tarang bo'lib, juda ham cho'tki turibdi. Mehmon kutganda ham, o'tirganda ham qimillamaydi, chunki bu divanlarni biz 1 oy oldin solib ketganmiz, pardadan oldin, chunki kir bo'lmasin deganlar mijozimizda juda ham oppoq divan bo'lgan. O'shaning uchun mana qimillamaydi. Bular yosh bolalar juda ham ko'p, 5-6 ta bolalari bor. Lekin o'tirganda ham umuman qimillamaydi. Prochniy qilib tikib berganmiz. Bu kreslo divanimizni ham xuddi shunaqa qilganmiz. Orqa tomon polni to'q matodan ishlangan, mamyoli och matodan, mamyog'i esa och. Mana bu yastuvchalar endi keladi, hali bitmadi. Xudo xolasa bu yerda chexolli ozgina ishlari bor, shu bilan birga keladi. Mana bu yoqlarni barxit qilganmiz. Mana bu esa ozgina bleski bor. Ko'rayotganinglardek va divanning orqasidan to'q matodan foydalanganmiz. Buni to'q matodan foydalandik, chunki divanning orqasi tez kir bo'ladi. O'shaning uchun buni to'q matodan foydalanganmiz. Arqonlarni esa krem rangdan foydalandik. O'rtoqlar, hovlimizning pardasini ko'rdinglar. Hovlimizda parallelning bu yog'ida ham oyna bor, bu yog'ida zina. Zinani tagiga ham shunaqa однотонный tullarimizni zashitka bilan birga chiroyli qilib qilganmiz, ko'rishingiz mumkin. Tepaga alohida ishlaganmiz, pastga alohida ishlaganmiz. Nima uchun? Chunki bu yerda zina bor. O'shaning uchun pastga atkoni ichidan ishlaganmiz, tepaga esa karnizdan ishlaganmiz. Zina bilan tushgan tulimiz. Portierlarimiz ham zina bo'lib tushgan, tulimiz ham zina bo'lib tushgan. Bu yoqda esa zina yo'q. Bu yerda atkoni ichidan ishlaganmiz, однотонный tul va zashitniy qilib ishlaganmiz. Bu podval. Bu yoqda to'g'rima-to'g'ri ikkita oynamiz bor. Endi hovlimizda mamyoqda ham yana bitta spalni bor. Uni ham mijozimizga ko'rsatishga ruxsat bermaganlar. Mamyoqda kuxnya bor, uni ko'rsataman albatta. Va mamyoqda bizani glavniy zalimiz. Glavniy zalga kiramiz hozir. Zalga kirishdan oldin mana bu yerda yana bitta koridor bor. Koridorda ham hovli pardalardan qilganmiz, naturalniy barxitdan. Buni ham o'rtasini bo'lganmiz, chunki bu yerda eshik bor. Kirib chiqishadi, hovliga chiqadigan eshik, hamma yoqda o'z eshiklari bor. O'shaning uchun zashitka bilan turli o'rtasini bo'lganmiz. Endi zalga kiramiz. Marhamat. Bu bizning glavniy zalimiz. Buni ko'rishingiz mumkin. Juda ham nejniy chiqdi. Вообще krasota. O'zimga yoqdi, sizlarga bilmadim. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Xo'p, birinchi obzori держателdan boshlayman. Ручная работа, juda ham chiroyli, eksklyuzivniy держателimiz mana. Shunaqa shiringina, rosa ham o'zimga yoqdi. Novinka keldi. Showroomimizda hamma ranglari bor. Buboni bilan ranglari komplekt mana. Bubon ham ручная работа. Juda ham chiroyli, italyanskiy bubon va italyanskiy держателlar. Endi bo'lsa pardamizni obzor qilaman. Bu xonamizda o'zi och rozviy
rangda dovonlari sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi videoda bilmadim, lekin och pudra rang. Biz bunga mana shu rangni tanladik. Bu rangimizda pudra emas, lekin ozgina pudra ottyenkasi bor. O'shaning uchun bu rangimizni tanlaganmiz, lekin gilamimizga juda ham mos keldi. Bu xonada mebellarning hamma rangi mana shunaqa ivory oq rangda. Bu yerda hammasi chexol bo'ladi, bejviy chexol bo'ladi. Stulimizga chexolli qilib ketganmiz 1 oy oldin. Mana hamma stulchiklarimizga. Buni ham rangi xuddi mana shu chexol rangidagi edi. O'shaning uchun mijozimizni o'zini rangidan xoladilar. Bu xonadonda mijozimizni mehmon kutganlar, o'shaning uchun 1 oy bo'ldi. 1 oydan даже oshdi. Lekin ko'rib turganinglardek chexollarimiz qimillamay turibdi. Faqat tuki o'ynagan, chunki barxit bo'lgani uchun siz ham agar mehmon kutsangiz, tukini mana bir tomonga silab qo'ysangiz bo'ldi. Chexollarimiz lekin qimillamaydi. Sifatli, juda ham chiroyli tikishadi. Chexolchilarimiz gap bo'lishi mumkin emas. Mana ko'ringlar. 1 oy oldin solib ketganmiz buni, chunki mijozimizga mehmon kutaman, juda ham rangi och, vohliroq pardadan oldin iltimos qilib zakazni pardadan oldin chexolni berganlar va bu yerda mehmon kutganlar. Mana ko'rib turganinglardek, mehmon kutilgan bo'lsa ham chexollar qimillamay turadi. Arqonchiklari, yonlari hammasi satinoviy Turkiyadan keladi. Bu yerda endi chiroyli dasturxon qilib beramiz va mana bu divanchiklarimizning chexollari xudo xolasa tez kunda bitadi. Ozgina qoldi. Buni ham chiroyli qilib modellashtirib qilib beramiz. Buni bilasizlar, juda ham qiyin modelga kiradi bu. Oson emas bunga chexol tikish. Hamma yog'ini yopib. Bu ham va shu cho'tki chiqyapti xudo xolasa, ko'rasizlar inshaalloh. Endi bo'lsa tulimizga kelsak, tulimizni ham yana o'rtasini bo'ldik. Bu yerda oyna bor. Mijozimizni bemalol oynalarni ochishlari uchun mana tuli bo'lingani hatto bilinmaydi ham. Juda ham chiroyli qilib bo'lib berganmiz. Mana tulimizning etigini qaranglar, juda ham krasota tuldan foydalandik. Ko'rishingiz mumkin, ivory, tenglarda zolotasi bor. Bahramalarimizni mana shu zolota rangdan foydalanganmiz. Juda ham chiroyli tuldan foydalandik. Eksklyuzivniy tul. Juda ham nima deydi, yaxshi firmaning moli. Pad Italiya ishlashadi. Turkiyaniki lekin. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rib baho beringlar va kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Bu bizning glavniy zalimiz. Lyustralarimizga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli, juda ham nejniy pardamizni ko'ringlar mana. Kichkina qilib taxladik, atay katta ob'yom qilmadik, chunki xonamizda ko'rayotganingizdek katta emas. Stul bir yoqda divan, kreslo, o'shaning uchun biz bu xonaga qarab ishlaymiz. Agar xona unaqa katta bo'lmasa, biz portieramizni ob'yomini katta bermaymiz, kichkina qilib beramiz. Bu yerda ham shunaqa shiringina bitta chetga kichkina qilib berdik. Xona kichkina ham emas, lekin bu yerda stul, divan bilan to'lgan xonamiz. Bu bizning asosiy birinchi etajdagi zalimiz. Endi bo'lsa sizlarga basseynni ko'rsataman. Endi navbat basseynimizga. Basseynimizda oyna juda ham ko'p. Ko'rayotganinglardek, gir aylangan hamma yoq oyna. Bu oynalarga biz mana shunaqa plesilardan foydalandik. Juda ham chiroyli plesilarimiz mana turkiyaniki qalin. Cho'milganda ham bemalol ko'rinmaydi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Eng qalinidan basseynlarga foydalanamiz. Bemalol pastga tushirsa ham bo'ladi. Mana bu yoqda ham bor. Mana bu yog'imizda ham hamma yoq plesi tepaga ko'tarib qo'yishgan. Bu yoqda pastga tushirilmagan. Bu yoqni esa tushirib chiqib ko'rsataman sizlarga. Plesimizning rangini romlarning rangi bilan bir xil qildik. Boshqa rangdan ajratmadik. Juda ham chiroyli chiqdi. Romlarimizning rangi seri bo'lgani uchun
plisemizni ranglarini seri rangdan foydalandik. Basseynlarga har doim eng qalin pliselardan foydalanamiz, chunki tashqaridan ko'rinmasligi uchun. Mana yopib chiqaman, ochaman. Juda ham udobniy, uy sharoitida ham bemalol yopib ochib ishlatsanglar bo'ladi, mazza qilib. Faqat ikki tomondan to'g'ri yopilsa bo'ldi. Juda ham chiroyli, ranglari ham zo'r, quyuqqina, qalingina. Juda ham chiroyli turadi turganida ham. Hammaga shunaqa chiroyli basseynlar nasib qilsin. Endi navbat bizning kuxnyamizga, ayollarimizni eng yaxshi ko'rgan sevimli joyi bu kuxnya. O'rtoqlar, bu kuxnyamizga biz shunaqa chiroyli chexollar ham tikib berganmiz. Hamma stulchiklariga mana ko'rishinglar mumkin. Bir oy oldin buni ham tikib berganmiz, chunki mijozimizda bolalar ko'p, yosh bolalar juda ham ko'p. 4 ta 5 ta yosh bolachalar bor, yana 1-2 ta katta bola bor. Pardadan oldin mijozimiz chexolni zakaz berganlar, yosh bolalari ko'p bo'lgani uchun va pardadan oldin biz 1 oy oldin buni tikib berganmiz. Mana men ham hozir ko'rdim, qaranglar, 1 oy oldin tikib berilgan bo'lsa ham, bu yerda har kuni odam bilasizlar, bular ko'chib kelishgan, ancha oldin biz parda o'lchagani kelganimizda bu uyga ko'chib kelishgan edi, lekin chexollarimizga ahamiyat beringlar, mana qimillamay turibdi. Bu stolimizning asnovasi juda ham ochiq rangda bo'lgani uchun biz chexolimizning rangini kirchimol rangdan foydalandik. Ko'rishinglar mumkin. Mana qimillamay turibdi. Hamma chexollarimizdan hozir ahamiyat beryapman mana. Buni ham mana hozir olaman mana. Qaranglar. Faqat tuki o'ynagan, chunki barxit bo'lsa o'ynaydi. Mana o'zi lekin hech qattiq qimillamagan, ko'rasizlar. Mana bolachalar ushoq ham qilgan, ushog'ini tushiryapman mana. Juda ham chiroyli turibdi. Chunki bizda chexolni professional chexolchilar tikadi bizning ishxonada. Pardachilarga chexol tiktirmaymiz, faqat professional chexolchilar tikadi. Mana endi buni ko'ringlar. Mana qimillamay turibdi. Qarang, hech qattiq, hech narsa bo'lmagan. Bu yerda kuni bilan odam bor, ko'rasizlar. Nimaga bu? Sababi nima bilasizlar? Sababi bu yerda professionalizm. Ko'rishinglar mumkin o'zinglar. 1 oy oldin qilingan chexol. Ba'zi mijozlarimiz aytishadi, chexol taqqandan keyin, mana chexol taqqandan keyin 3 kun, 4 kundan keyin o'zgaradi deb. Mana ko'rishinglar mumkin. 1 oydan beri mana shu kuxnyada odam, bilasizlar, mana shu yerda ovqatlanadi, shu yerda odam ko'p bo'ladi. Bu yoqda esa televizor yo'q edi. Biz zamirga kelganimizda, lekin televizor qo'yib qo'yishibdi. O'rtada bizning modelimiz bor edi. Endi hozir televizor qo'yishgan, o'shaning uchun uni o'ylab ko'ramiz, xudo xolasa. Hali bu под вопрос divan chexollar bilan birga keladi bu yoq. Lekin men bir rimskiy shtorilarimizga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda esa biz mana shu rangdan plise qilamiz. Bu garajga o'xshagan mashina kiradigan joy, eshik bor, bu yerdan ham kirib chiqishadi. O'shaning uchun bu yerda faqat plise qilamiz. Rimskiy shtorilarimizga baho bering va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sizga ham rimskiy shtorilar yoqadimi? Juda ham udobniy. Menga yoqadi, sizlarga bilmadim. O'z fikringizni bildiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Tegin shunaqa kachaylarga qilganimizda qaranglar. Quyosh tushmaydi betga. Qaranglar, zo'r chiqdi. Men o'zimga rosa ham yoqdi, skromniy. Bemalol tepagacha ko'tarsangiz ham bo'ladi, tushirsangiz ham bo'ladi. Endi zinamizning pardasini ko'rishinglar mumkin. Zinamizda shunaqa chiroyli, mana oq lyonli qildik va yonida esa naturalniy barxitimizdan foydalanganmiz. Juda ham chiroyli. Zinamizda mana shunaqa lesnisi bo'lib ketgan, shunga qarab tulli ham chiroyli qilib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham akkuratniy chiqdi. Va zinamizning pardasini yig'madik, ko'rayotganinglardek tekis tashab qo'yganmiz. Mana skladka qilib, xolasalar yig'salar ham bo'ladi mijozimizga, lekin biz hozir
yig'madik buni. Juda ham chiroyli chiqdi lekin. Hovlimizdan pardasi va pishi chiroyli chiqdi. Hovlimizda yana bitta oyna bor. Mana kichkina oyna. Bu oynaga biz bir tomoniga parter qildik, ikki tomoniga qilmadik, chunki oyna juda ham kichkina. O'shaning uchun parterimizni bir tomonga qildik. Zina partiyari tushgan tomoniga emas, nabarot bu tomoniga qildik. Juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Bu ham naturalniy barxitdan. Ko'rishingiz mumkin, skladkalar dona-dona turibdi. Originalniy barxit. Tullarimizni ham o'rtasini bo'lganmiz. Bu eshigi. Tulimizni bo'lingani ham bilinmaydi. Juda ham chiroyli qilib bo'lganmiz va mana kachistlarni ko'rishingiz mumkin. Novinka kelgan tullarimizdan foydalanganmiz va pishi zo'r. Og'irligi ham zo'r, grammajlari zo'r tul. Skladkada ham dona-dona turadi mana. Ko'rib, o'zingizlar baho beringlar. Endi hovlimizda yana bitta oyna bor. Bu oynamiz koridor. Bu yerda ham xuddi shu parterdan foydalanganmiz va однотонный tul. Bu yerda ham tulimizni o'rtasini zashitka bilan mana bo'lganmiz. Chunki bu yerda ham oyna bor. Mana bu yoqda ham oyna bor, mana bu yoqda ham mana oyna bor. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol mijozimizni ochib yopilishlari uchun qulaylik yaratganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Bunga ham shu tulimizdan foydalanganmiz. Hovlimizda hamma tulli parterlar kompozitsiyasi bitta narsadan, matodan chiqqan. Endi bu xonadonimizda mana bu yoqda namozxona ko'rsataman hozir. Bu yoqda esa detskiy xona ko'rsataman. Mana bu yoqda spalniy xona, uni ko'rsata olmayman. Nariyog'imizda ham yana bitta spalniy xona, uni ham sizlarga ko'rsata olmayman. Uzr. Mana bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Uni ham ko'rsata olmayman sizlarga. Ularga ham parda tikkanmiz, lekin afsuski ularni ko'rsata olmayman. Faqat mana shu hollarni pardasini va pastdagi pardalarni sizlarga Xudo xolasa bugun obzor qilishga harakat qilaman. Mana bu divanlarga ham shunaqa chiroyli chexollar o'lchab ketganmiz. Xudo xolasa tez kunda bu ham bitadi, chunki divanchiklarning chexoli tezgina bitmaydi. Lekin individualniy cho'tki qilib chexollarni qilib beramiz Xudo xolasa. Navbatdagi xonamiz namozxona. Bu xonamizda kitoblar juda ham ko'p. Kutubxona ham namozxona juda ham chiroyli xona. Uyimizdagi eng chiroyli xona desam ham bo'ladi. Bu xonaga biz rimskiy shtoriy qildik. Shunaqa leon matolarimizdan juda ham chiroyli qilib mana shunaqa rimskiy shtoriy qilganmiz va tagiga shunaqa krasota bubonchiklarimizdan qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Namozxonamizga ortiqcha bezaklar bermadik, chunki namozxonamiz o'zi juda ham chiroyli, kitoblar bilan to'ldirilgan. Mana ko'rayotganinglardek, o'shaning uchun biz ham pardalarni shunaqa skromli pardalar qildik. Bu pardamizni ko'tarsa ham bo'ladi tepagacha. Mana bemalol ko'tarib, oxirigacha ko'tarib oynani ochishlari mumkin va pastgacha tushirishlari ham mumkin. Juda ham udobniy uy sharoitida bemalol o'zlari yuvib, yana deb qo'ysalar ham bo'ladi. Navbatdagi xonamiz esa detskiy xona, juda ham chiroyli xona. Bu xonamizga ham rimskiy shtoriy qilganmiz. Mana shunaqa kremoviy rangdan, faqat yonidagi plankalarni yashil rangda qildik. Buni ham bemalol tepaga ko'tarish mumkin, tushirish mumkin. O'zingiz legirovka qilib ko'tarsa ham bo'ladi. Ko'tarib turib, bemalol oynani ochaveramiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu xonamizni o'zi interyeri dizaynerlar mana shunaqa chizib bergan edi. Mijozimiz xuddi o'zidagi xohladilar va xuddi o'zidagi qilib berdik. Mana buni hozir magnitlari bor, pastda qolib ketibdi. Biz magnitlarni olib kelib, orqasiga magnit qo'ysak, mana bunaqa yopishib turadi. Shunaqa bu bonchiklar bilan qilib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Rimskiy shtorimiz quyosh o'tkazmaydi, lekin bu tomonga quyosh tushmas ekan o'zi.
xonani atmosferasiga bolalarga ayniqsa juda ham удобный, tepaga ko'tarib qo'yishadi har doim. Yosh bolalarning xonasi bu. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zingiz ko'rib baho beringlar. Obzorimiz tugadi. Kimga shunaqangi premium sifatdagi sifatli pardalar kerak bo'lsa, albatta Zarina Dizaynga murojaat qilinglar. Zarina Dizayn har bir oilalarning orzusi. Pardalar hammasi sizga yoqdimi? Bergan pullaringizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Inshaalloh qilgan ishinglar menga juda yoqdi. Premium darajada ekan. Keyingi obyektlarimizga inshaalloh yana sizlarni zakaz qilib chaqiramiz. Rahmat kattakon.